Meditsina tarixida og'riq sezmaydigan insonlar haqida qiziqarli bir nechta voqealar bor ekan. Bugun shulardan bir qanchasini e'tiboringizga havola etamiz. Marhamat, tomosha qiling. Moskvalik 22 yoshli Yuliy Popov o'z ishlarini yakunlab, har doimgi yo'ldan uyiga qaytayotgan edi. Ming afsuski, yo'lda bir nechta bezorilar unga tashlanib qoladi va Yuliyni qo'ldagi sumkachani tortib olmoqchi bo'lishadi. Nima qilishni bilmay qolgan Yuliy bor ovozda baqira boshlaydi va sumkani o'g'rilar qo'liga topshirmaslik uchun mahkam ushlab oladi. Bir qancha harakatlardan so'ng bezorilar Yuliyni sumkachasini tortib olisha olmaydilar. Barcha urinishlar esa samarasiz bo'ladi. Jahl ustida bezorilardan biri Yuliyning yelkasining tepasiga 15 santimetrlik pichoqni sanchiydi. Shundan so'ng bezorilarning bari tumtaraqay qocha boshlaydi. Hech narsani tushunmay qolgan Yuliy esa yana o'z yo'lida davom etadi. Birozdan so'ng u o'z uyiga yetib boradi. O'shanda Yuliyning ota-onasi uni yelkasida sanchilib turgan pichoqni ko'rib, hushlaridan ketishiga ozgina qoladi va ular tez orada tez yordamga telefon qiladi. Tez yordam mashinasi esa tezda yetib kelib, Yuliyni shifoxonaga olib ketadi. Buni qarangki, doktorlar o'z navbatida Yuliyga yordam berib, unga sanchilib qolgan 15 santimetrlik oshxona pichog'ini uni tanasidan olib tashlashga muvaffaq bo'lishadi. 2007-yili yaponiyalik 54 yoshli mototsiklist do'stlari bilan mototsiklda shahar aylangani chiqadi va yo'l chetiga chiqib olib, mototsikl tezligini juda katta yuqori tezlikka chiqaradi. O'shanda u bilmasdan yo'l chetida turgan temir to'singa oyog'ini urib oladi. Avvaliga oyog'im temir to'singa tegdi deb hisoblagan 54 yoshli mototsiklist tezlikni kamaytirmaydi. Shu ketishda 2 kilometr yo'l bosadi. Birozdan so'ng esa qattiq oyog'i og'riganligi tufayli u yo'l chetiga to'xtashga majbur bo'ladi. Izdan kelayotgan do'stlari esa 54 yoshli erkakni oyog'ini pastki qismini olib kelishayotgan edi. Buni qarangki, mototsiklist oyog'imni temirga urib oldim deb o'ylaganda, u umuman oyog'ini yulinib ketganini sezmagan ekan. Tezda shifoxonaga yetib borgan mototsiklistni oyog'ini qayta tikishni ilojisi bo'lmagan. O'shandan so'ng u bir umr oyoqsiz qolishga majbur bo'lgan. 2010-yilda boshidagi g'urrani ko'p qitishidan azoblanib ketgan germaniyalik bir inson doktorlar nazoratidan o'tishga majbur bo'ladi. Doktorlar boshidagi g'urrani tekshirgandan so'ng uni ichida nimadir borligini sezishadi va bemorni boshini rentgen qilishadi. Rentgen natijasini ko'rgan doktorlar bemorni tezda operatsiya qilishadi va uni boshidan to'pponcha o'qini olishadi. Shundan so'ng aniq bo'lishicha, bemor 2004 yoki 2005-yili Yangi yil oqshomida juda ko'p spirtli ichimliklar ichib yuborgan va o'sha kuni uni boshiga kimdir qattiq jism bilan urgan. Hech nimani tushunmagan bemor esa o'z yo'lida davom etib uyiga borib mast holatda uxlab qolgan. O'shandan keyin esa uni boshida g'urra paydo bo'lgan. Aniq bo'lishicha esa Yangi yil oqshomida uni boshiga qattiq jism bilan hech kim urmagan. Aksincha, to'pponchada uni boshiga qarata o'q uzishgan ekan. 23 yoshli Patrik Lauer qor chang'i kurortida qurilish ishlarini qilayotgan edi. O'shanda u mix qoqadigan moslamani nojo'ya ishlatib, bilmasdan tugmasini bosib yuboradi. Avvaliga jag'i osti ozgina qolagan Patrik mixni shunchaki jag' ostini shilib ketdi deb hisoblaydi. Oradan bir kun o'tgach esa Patrikning tishlari juda qattiq og'riy boshlaydi. Shundan so'ng Patrik bir qancha og'riq qoldiruvchi dorilar iste'mol qiladi, lekin dorilar tish og'rig'ini qoldirishga yordam bermaydi. Og'riq yanada kuchayib boshlaganda esa Patrik tish doktoriga murojaat qilishga majbur bo'ladi. Patrikning tishlarini tekshirgan doktorlar tishlar sog'lom ekanligini tushunib yetishadi. Doktorlar shunday bo'lishiga qaramay, uni rentgen qilib tekshirib ko'rishga qaror qilishadi. Rentgen natijalarini ko'rgan doktorlar esa darhol tez yordam chaqirib Patrikni jarrohlik bo'limiga jo'natishadi. Shundan so'ng doktorlar Patrikni 4 soat operatsiya qilishib, uni boshiga kirib qolgan mixni undan olib tashlashga muvaffaq bo'lishadi.